Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimiz hurmatli bugungi ko'chmasmachimiz Xudo xolasa Paravan to'yxona yonidamiz. Bir qavat hovli joylarni sizlarga tanishtirib chiqamiz aziz do'stlar. Shu joyimiz yana bu yerda 10 dona joy qurilgan, 4-5 sotilgan. Sizlar hozir remontdan chiqqan joyni ko'rsatamiz aziz do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim deb kirsak yana shundan kirgandan donanamiz aziz do'stlar. Donanamiz ekan. Donanamızda devorlar boy patologlarımız natijnoy aziz do'stlar. Hammalari natijnoy. Bu yanımızda bir xonasi. Ne görüp turanlarız deyin. Bu yani mehmonxonasi bo'ladi. Pastlarimiz 100% laminat, devorlarimiz aboy patologlar natijnoy. Duh kontrolni katyolni registrlari turibdi. Aynalarimiz plastik ramlardan aziz do'stlar. Ta gelaveramizdan, berimizdan ham xudo xolasa kafelatib sotib qo'yibdilar. Umonlikdan ham qo'yib beradilar, chiroylatib. Sho'tchiklari gaz, svet, suvlardan muammosi yo'q aziz do'stlar bu yon taraflarimizda. Berimizda spalnisi bo'ladi. Eshiklarimiz ham e'tibor etamiz aziz do'stlar. Berimiz endi spalnisi bo'ladi. Yo'qtonadini berimiz spalnimiz ham pastlara laminat. Bu yonimiz o'rtada samovarimiz, hojatxonamiz ekan aziz do'stlar. Yo'qtonadini patologlarimiz hamma narsasi 100% tayyor holda turibdi. Berimizda yana bir xonasi. Ya'ni 3 xona ekan aziz do'stlar. 3 xonasi. Birlarimiz ham shu. Birimiz duh konteyner katollari, birimiz endi oshxonasi. Duh konteyner katollarimiz ham turibdi. Tayyor holda, hamma yerlari tayyor aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, kelib kuxni mebellarni zutib, to'g'ri qalapalastlarni döşab yashaladi. Bu yanimizda atizi bor aziz do'stlar. Atizimiz ham ko'rib turganingizdek, bir 3 metr 5 metrlik atiz. Kanalımız hurmatli abunachilari, Paravan to'yxona yonidan so'rab bergan do'stlarimizga tarqatib qo'yinglar. Like, podpisatsiya bosishni so'rab qolamiz aziz do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.